Sardor Suyunov lekin Azim Ahmedov tepdi va gol! Shoh asar ijro etildi Ahmedovdan. Pushka deb ataladi. Darvozabon to'g'ri tushuntiryapti. Men yoshligimda ham zo'r paytlarim ham bu zarbani qaytara olmasdim. To'g'ri tushunlaring degan ma'noda. Azim. Azim zarba yo'lladi lekin. Hisob mana buni dahshatli. Jamoa Sardori mixlab tashladi. Masofa qancha edi o'zi? 30 dan ham ziyodroq edi chamamda. Bum qilib turib yo'lladi bu zarbani. To'p borgani sayin ozgina ko'tarilib, yo'nalishini ham o'zgartirib, darvozabonni mutlaq karaxt ahvolga tushiradi. Bo'cha Naydenov, Azim Ahmedov, gol! Vah, qanday gol! 13-daqiqa. Uzatma endi Botir Ali Ergashev. Tepish kerak Ahmedov. Va gol! 2-2 do'stlar. Mana derbi. Boyagina Neftchi ko'chasida bayram edi. Endi esa katta sahnaga chiqadigan paytda o'zini ko'rsatyapti. To'g'ridan to'g'ri yo'llagan zarbasi Botir Ali Ergashev. Chalg'itib ham Botir Ali ham o'tkazdi, himoyachi chalg'itib qo'ydi uni. Botir Aliga to'p borgunga qadar himoyachi chalg'itib qo'ydi, adashmasam. O'zini Olisdan zarba va 73-daqiqada